Hammang qani kaysanlar? Bosh vazir o'rinbosari mahkamaga kelyapti. Ishlaging kelmasa, yo'qol ket. Paxta terish bu majburiy mehnatmi yoki ixtiyoriy? Savolning javobini izohda yozganingizcha paxta mavsumining trenddagi mavzusi haqida gapirmoqchimiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati paxta terimida birinchi bo'ldi degan xushxabar chiqdi. Unda viloyatdagi qabul shoxobchalariga 275.600 tonnadan ortiq sifatli paxta xom ashyosi topshirilgani, hosilni o'z vaqtida yig'ib terib olish uchun ko'ngillilardan iborat 1277 ta teri materiali tashkil etilib, 2010 ta traktor va 2965 ta tirka ishga safarbar etilgani ta'kidlangan. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham ochiladi deganlaridek, oradan ko'p o'tmay bu birinchilik o'zidan o'zi bo'lmagani oshkor bo'ldi. Keling, hammasini bir boshdan tushuntiraman. Yodingizda bo'lsa, shu oyning 7-sanasida ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari Nigora Jumayeva oila va xotin-qizlar faollariga paxta terimiga terimchilarni jalb qilish bo'yicha talab qo'ygani haqidagi tarqalgan audio muhokama bo'lgan edi. Kamida har bitta faol o'zingiz bilan birga ikkitadan kamida ayollarni, terimchi ayollarni olib, o'sha Zafardi dalasiga soat 7 da hamma shu yerda bo'lish kerak. Soat 9 da mahkamaga keladigan bo'lyapti. 9 gacha biz u yerda tayyorlab, tozalab, terimchilar o'sha dalaga tushib ketgan, hamma narsa nima qilingan bo'lish kerak. O'sha paytda bosh vazir o'rinbosari Zulayho Mahkamovaning tashrifiga paxta maydonlarini tozalab, hamma narsani tayyor qilib qo'yish topshirig'ini bergan Nigora Jumayevani oqlab, Qumqo'rg'on tumani hokimligi bayonot bergandi. Unda paxta terimiga chiqqan ayollarning barchasi ko'ngilli ekani, ular o'z ixtiyori bilan bunga rozi bo'lganini ma'lum qilishgan ular. Audio yozuvda Jumayeva tomonidan mahalla faollariga tadbirni mas'uliyat bilan tashkil etish hamda paxta terimida faol ishtirok etayotgan ko'ngilli ayollarning belgilangan vaqtda dalada bo'lishini ta'minlash haqida topshiriq bergani aks etgan. Biroq ushbu topshiriqni majburiy mehnat sifatida talqin etish mutlaqo asossiz deyilgan munosabatda. Yuqorida aytganimizdek, paxta terishga hech kim majburlamaganini aytgan Surxondaryo viloyati birinchilardan bo'lib paxta planini to'ldirganini e'lon qilib olqishlandi. Ammo bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Buni qarangki, oktyabr oyi boshida tarqalgan Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari Nigora Jumayevaning paxtaga majburlov audiosi hokimlik tomonidan rad etilganiga qaramasdan, ixtiyoriy majburiy mehnat haqiqat bo'lib chiqdi. Mamlakatda birinchi bo'lib yillik rejani bajargan Surxondaryoda ayollar paxta terimiga majburiy jalb qilingani tasdiqlandi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ma'lum qilishicha, ushbu natijaga erishishda majburiy mehnat yo'llaridan ham foydalanilgan. Vazirlikka ko'ra, Nigora Jumayevaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasi 1-qismi asosida jarima qo'llanilgan. Ushbu moddaga ko'ra, mehnatga biror bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash BXMning 50 baravaridan 100 baravargacha, ya'ni 20.6 million so'mdan 41.2 million so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, Buxoro viloyati Abu Ali ibn Sino nomidagi axborot kutubxona markazi rahbari Aminova ham xuddi shunday qonunbuzarlikka yo'l qo'ygani uchun jarimaga tortilgan edi. Mavsum davomida hozirga qadar umumiy hisobda 74 ta mehnat qonunchiligi buzilishi holati aniqlangan. Mehnat qonunchiligini buzgan mansabdor shaxslarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy jarima qo'llanilgan. 8 nafar mansabdor shaxs kodeksning 51-moddasi 1-qismi bilan jazolangan. 1400 nafardan ortiq terimchilar bilan mavsumiy mehnat shartnomalari tuzilishida yordam ko'rsatilgan. Ko'rsatuv boshida berilgan savol: paxta terish ixtiyoriy mehnatmi yoki majburiy? Siz yashaydigan hududda ham majburiy paxta terimiga jalb qilish holatlari bormi? Bo'lsa, izohlarda yozib keting va Anhoruzdan uzoqlashmang.